皆さん、アッサロームライクン。この動画では専門用語の意味を日本語とウズベク語で解説していきます。今回はワテさんにご協力していただきます。それではワテさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan ustoz aytganlaridek, ya'ni huquq va qonun o'rtasidagi farqni o'rganib chiqamiz. Ya'ni o'zbekistonlik talabalar uchun ya'ni yapon tilidagi o'sha qonuniy nima deydi? O'sha qonuniy huquqqa kirishni sizlar bilan qo'llanmaligini ishlab chiqqanmiz va o'shani oz-moz o'rganib o'tamiz. Xo'p,行きましょう。この2つの関係を理解する一番の鍵は、ピラミッド全体の一部です。法という大きな国の中に、いくつかの具体的なルールである法律が存在している。つまり、法は全体、法律はその一部です。Sizlar bilan ya'ni hozir o'rganadiganimiz bu piramida munosabati hisoblanadi. Ustoz aytganlarida ya'ni butun va qism holatligida o'zbek talabalar uchun eng tushunarli tushuntirish deb aytsak ham bo'ladi. Xo'p, bu huquq deb ataladigan bir katta bir davlat ichida Horitsu esa bu qonun deb ataladigan aniq qoidalar mavjud. Ya'ni bu davlatda, misol uchun bir davlatda o'ziga yarasha qonun qoidaligi mavjud. Ya'ni bu Horitsu, qonun Horitsu deb aytilar ekan. Esdan chiqarmang, yana bir takrorlab o'tib ketaman. Huquq, ho degani yapon tilida, ya'ni o'zbek tilida huquq. Bu bir katta davlat bo'ladigan bo'lsa, Horitsu esa ya'ni bu qonun, ya'ni undagi aniq qoidalar desak ham bo'ladi, qoidalar. まず、法について。これはウズベク語の福国にあたります。社会が平和に成り立つための目に見えない大きなルール全体のシステムや原理のことです。憲法や社会道徳、正義の概念なども含みます。よく使われるフレーズには、法を守る、法の下の平等などがあります。Hop, ya'ni huquq haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ustozlar aytdilar, jamiyat qoidalarining umumiy nomi haqida to'xtalib o'tildi. Ya'ni bu asosan nima desak bo'ladi? Huquq, ya'ni davlat va jamiyat mavjud bo'lish uchun zarur bo'lgan va ko'zga ko'rinmaydigan umumiy qoidalar tizimi deyiladi. Va bunda esa bu o'zbek tilidagi huquq tushunchasi hisoblanadi. Ya'ni ko'zga ko'rinmaydigan umumiy tizim va prinsiplarni anglatadi ekan. Men pastda ham darsdagi misollarni ham ko'rsatib o'tib ketilgan. Ho mamori deb aytilgan. Ya'ni bu huquqqa rioya qilish, ya'ni qonunga, huquqqa rioya qilish deb aytiladigan bo'lsa, hop keyingi misolimizga keladigan bo'lsak, hono motono byodo deb aytilgan. Ya'ni bu huquq oldida hamma teng degan ma'noda misol, ya'ni aytib o'tib ketilgan. Hay. では次に法律。これはウズベク語のコヌンです。国会が正式な手続きで決めた文字として紙に書かれた具体的な文書、ルールのことです。例えば、新しい法律を作る、民法や刑法などの法律、このように目に見える具体的なコヌンのドキュメントを指すときは必ず法律と言います。Keyinchisiga keladigan bo'lsak, bu Horitsu, ya'ni qonun degani. Ustoz aytganlaridek, ya'ni hop, qonun bu o'sha parlament tomonidan rasmiy ravishda qabul qilingan yozma qoidalar hisoblanadi. Men bitta ham Horitsu bu aniq qonun degani davlat tomonidan rasman qabul qilingan hujjatlar to'plami deb aytib o'tib ketdilar. Va bizda pastda misol keltirib o'tilgan, ya'ni atarashi horitsu tsukuru degan, ya'ni yangi qonun qabul qilish bo'ladigan bo'lsa, keyingisi ya'ni minpo keiho nado no horitsu
deb, ya'ni fuqarolik, jinoyat qonunlari degan misollarni aytib o'tib ketdilar. Ya'ni birinchi aytgan misollar yangi qonun qabul qilish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi esa fuqarolik, jinoyat qonunlarini aytib o'tdilar. では、表で整理していきます。法は社会の枠組み、抽象的で広い。法律は国会が決めた文書、具体的で狭い。Hop, endi huquq va xoritsu, ya'ni bu ikkalasini asosan taqqoslab chiqadigan bo'lsak, hop, birinchisiga keladigan bo'lsak, ya'ni xususiyatlari, ya'ni huquq bilan qonunni taqqoslaydigan bo'lsak, birinchi to'qichov, ya'ni xususiyatlari ma'noligiga keladigan bo'lsak, bu yerda ma'nosi aytib o'tib ketilgan, ko'rinishi aytib o'tib ketilgan, ya'ni qamrov aytib o'tib ketilgan, keyin o'zbek tilidagi tushuntirishligi aytib o'tib ketilgan asosan. Hop, to'xtaladigan bo'lsak endi birinchi bo'lib aytilgan, ya'ni jamiyatning umumiy tizimi va adolat tushunchasi degan ma'noda mana bu joylikda aytib o'tib ketilgan. Ya'ni bu huquq o'laroq keladigan bo'lsak, xo'sh, keyingisiga keladigan bo'lsak endi bu parlament qabul qilgan qonun hujjatlari bo'ladigan bo'lsa, keyingi ko'rinishligiga kelamiz. Ya'ni konstitutsiyaga keladigan bo'lsak, keyingisida nima deyilgan? Ya'ni mavhum, ko'zga ko'rinmaydigan. Mana bu keyingisida esa aniq va yozma shaklda mavjud bo'lgan narsa qonun. Keyingi qamrovga keladigan bo'lsak, qamrovda ya'ni bu nima deydi? Keng, butun tizimli bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda esa tor bo'lgan, ya'ni huquqning bir qismigina hisoblanadi. Ya'ni tor ma'nodagi qonun va keng ma'noda huquq deb o'zingizga tushunib olsangiz bo'laveradi. Hop. では、ウズベキスタンの背景と共通点です。実は、日本もウズベキスタンも文字に書かれたルールをとても重視する成文法の国です。ウズベク語では、ヨスマフククと言います。皆さんの国で最高会議が決めた一つ一つの具体的なルールは法律であり、それらを支える社会全体の正義のシステムが法であると考えると非常にわかりやすいです。O'zbekiston bilan umumiy jihatlarini ko'radigan bo'lsak, asosan ya'ni Yaponiyada ham, O'zbekistonda ham ya'ni yozma qonunlarga asoslangan huquq tizimiga ega bo'lgan davlat hisoblanadi. Shuning uchun o'sha nima desa bo'ladi, talabalarga ya'ni Oliy Majlis qabul qilgan barcha hujjatlar yoki qonun va ularning asosidagi adolat tizimi esa bu huquq hisoblanadi. Shunaqa deb tushuntiriladigan bo'lsa, ular buni o'sha o'z mamlakat tizimi bilan solishtirib osonroq tushunadilar degan holatlarni aytib o'tdilar. Xo'p. Bu hammasi yozma huquq ma'noligini ichida edi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, xo'p. では、それぞれの具体例を見ていきましょう。まずは、法。正義や権利の概念。憲法。法の支配。慣習法。これは目に見えない社会のルールのことを表します。Xo'p, endi huquqqa misollarni keltirib o'tadigan bo'lsak, ya'ni birinchisida ya'ni adolat va huquq tushunchasi ko'rilgan bo'lsa, keyingisida ya'ni konstitutsiya, keyingisida esa ya'ni huquqning ustuvorligi va keyingisiga keladigan bo'lsak, urf-odat huquqlarini aytib o'tib ketildi. Xo'p. では、次は法律の具体例です。民法、刑法、道路交通法、所得税法、これらはすべて具体的なドキュメントが存在します。 Hop, ya'ni keyingisi esa qonunga misollarni keltirib o'tildi. Birinchisi ya'ni fuqarolik qonunlari, keyingisi esa jinoyatchilik qonunlari va keyingisi yo'l harakat qonunlari va keyingisi daromad soliq qonunlarini aytib o'tildi. Bular hammasi o'sha qonunlarga, ya'ni xoritsuga misol bo'ladi. Hop, keyingisiga o'tamiz. では、まとめに入ります。もし皆さんが会話の中でどちらを使うか迷ったら、料理を思い出してください。法はすべてを盛り付ける大きなお皿。法律はそのお皿の上に乗っている個々の具体的な料理。お皿がなければ
料理は載せられません。このようにセットで覚えましょ Hop. Ya'ni bu yerda ikkalasini solishtiramiz. Ya'ni solishtirishamiz. Xulosalaydigan bo'lsak, ustoz zo'r misol aytib o'tib ketdilar. Ya'ni bu yerda asosan adashadigan bo'lsangiz, shunaqa qilib o'ylab qolsangiz bo'ladi. Ya'ni xo'da asosan o'kina o'sara deydi. Ya'ni katta bir lagan. Ya'ni hamma narsani o'z ichiga oladigan tizim desak ham bo'laveradi. Endi xoritsuda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qonun esa bu lagandagi taom hisoblanadi. Undagi ovqat, ya'ni undagi taom. Ya'ni ko'zga ko'rinadigan bir aniq qoidalar desak ham bo'laveradi. Asosan shunaqa. Xo'p. Ya'ni lagan bo'lmasa, ovqat suzib yeya olmaysiz deganday gap. Xo'sh. う。では、使い分けのフレーズです。実際の会話では、法の支配、法学など、大きくて学術的な話のときは法、法律を作る、新しい法律など、具体的で日常のルールの話のときは法律。このパターンをそのまま覚えて使ってみてください。 Hop, endi keyingisiga to'xtaladigan bo'lsak, amalda qo'llaydigan bo'lsak buni, ya'ni birinchi bo'lib turib huquqdan foydalanadigan paytligimiz qanaqa bo'ladi asosan, ya'ni umumiy tushuncha yoki tizim haqida gapirganimizda. Ya'ni bu huquq ustuvorligi yokida huquqshunoslikni aytsak bo'ladi. Keyingisi esa bu qonun, horitsundan foydalanyapmiz yoki foydalanayotgan paytimiz qachon foydalanamiz bundan asosan, ya'ni bu yerda ya'ni muayyan qonun yoki modda haqida gapirganimizda va keyingisida qonun chiqarish asnosida va yangi qonun chiqarish holatligida foydalaniladi asosan. では、最後にこの言葉を皆さんに送ります。法律を知ることは、法という正義の門を叩く第一歩である。 Ya'ni bu shuni bilishligingni xohlardim deyaptilar. Ya'ni qonunni bilish huquq deb ataladigan eshikni taqillatishni ilk qadamidir deydi. Ya'ni qonunni biladigan bo'lsangiz, huquq deb ataladigan bir adolat eshigini, ya'ni o'zingiz haq huquqlaringiz talab qila olasiz degan bir ma'noni bildiradi desak ham bo'ladi. 皆さんが今、日本語や日本のルールを学んでいることは、大きな正義を理解するための素晴らしい第一歩です。もし他にも質問がございましたら、コメント欄に書いてください。 E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Agar qanaqadir tushunmagan joylaringiz yoki savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariy, ya'ni izohlar qismida so'rasangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. Hayya.